Assalomu alaykum azizlar. Bugun 11lik alyumin balkon profilimizdan usilaydigan mustahkam udar ishlarimiz tayyorlanyapti. Bunga sabab birinchi ochiq profilimiz qalinligi va eniga inligi juda ham asqotadi va yana ham kuchaytirilgan holda oshmoshlarni 5 tadan 10 ta ikkita oshmoshni qo'yib beryapti. Ko'rishingiz mumkin. Eshigimiz juda ham bafo, juda ham mustahkam. Xo'p, bularimiz narx-navoga keladigan bo'lsak, 1 metr kvadrat aziz do'stlar, bir qavat o'ynaligi 1 million 400 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, ikki qavat o'ynaliklarimiz 1 million 500 ming so'mdan olib borib o'rnatib berishlardan chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Plastmassa romlarimiz premium klassdagi Aquaplast 7000 seriya romlarimiz keyingi zakazlarimiz uchun maxsus tayyorlanyapti. Bularimiz 1 metr kvadrati 1 million 300 ming so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin. Va bu tomonimizda o'zi xudo xolasa ertaga Navoiy viloyatiga ustunovka bo'ladi. Alibis alyumin profillarimizdan deraza romlarimiz standart razmerdan anchagina katta 2 metrga 1.90 razmerdagi 500 fasonda shirin chiroyli qilib chiqarib berganmiz. Xo'p, xizmatlar bo'ladigan bo'lsa akalar, manzilimiz Samarqand viloyati, Pazdarg'om tumanida, nomerlarimiz kommentda yozib qoldirilgan, aloqa istangiz kelishilgan hollarda sifatli qilib yasab beramiz. Xo'p, deraza romlarimiz svetlari oq svet, zolotoy, dubmokka, shefelska, mana bunday hozir trendda bo'lgan antrazit mokrasli svetlarda mavjud. O'zlaringizga ma'qulni narxlari 600-500 ming so'mgacha bor, to 1,5-1 million 200 ming so'mgacha chiqarib beramiz. Sifati, material qalinligi, rangiga qarab, oynasi bir qavat ikki qavatligiga qarab hammasi narxiga boradi. Xo'p, ma'lumotlarga yana ham to'liqroq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa, o'zim nomerim yozilgan. Aloqa chiqingizlar akalar, zarazmerlar bo'ladigan bo'lsa, zakaz o'lchashlar kerak bo'lsa, o'zim borib, hammasini sizlarga materiallarni, obrazlarni olib borib, o'zingiz qo'lingizdan bilan ishlab ko'rib, hammasiga ishonch hosil qilgan holda bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Manzilimiz Juma dehqon bozorida, Pazdarg'om tumanidagi. Kelaverasiz, seximiz har doim ochiq bo'ladi. O'zim bilan bemalol gaplashib, o'zingiz kerak xulosalarni qabul qilaverasiz. Sizlarga yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, chaqiringizlar, o'zingiz bilan yuzma-yuz gaplashib, hammasini hal qilib beramiz. 2026-yilda asosan mana shunday 11lik balkon eshiklar hamda 7000 seriya romlar juda ham urf bo'lyapti. Sifat, kачествоsi juda ham a'lo darajada. Mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar aloqa chiqarasiz. Biz xizmatdamiz. Aloqa qilsangiz, bemalol kelishilgan hollarda eng asosiysi o'z vaqtida olib borib o'rnatib beramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik.